Olib qo'yasan. Voy akajon to'xtab turing-da. Nima qilganing? Akajon, kuyovlar so'rashdilar, iltimos olib qo'ying. Kerak emas, rahmat. Bizga xo'jayinim topgan rizq yetadi, shunga qanoat qilib yashaymiz. To'g'risi men o'ylamasdan ish qilib qo'yibman. Xo'jayinim ozgina xafa bo'ldilar, menga oilamni tinchligi kerak akajon. O'zim o'sha kuni o'ylamay ish qilib qo'yibman akajon, kechiring. Olib qo'ying shuni. Jiyanlarimga ishlating, ojamga ishlating, men xursand bo'laman. Rahmat. Shu ozgina xato ish qilib qo'yibman-da, singlim, senga yaxshilik qilaman deb teskarisini qilib qo'yibman. Mendan xafa bo'lmang, xo'p? Tushunaman. Erkak kishining g'ururi hamma narsadan ustun turadi. Rahmat akajon, tushunganingiz Xafa uchun. bo'lmagan bo'lsangiz. Olib qo'ying. O'tirsangiz bo'lardi akajon. Mayli, xudo xolisa o'tiradigan ham bo'lib kelamiz. Tez-tez kelib turing, Xo'p, rahmat, yaxshi.